Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. O'choq tandirimizning qurilish jarayoniga qiziqqanlar uchun qisqagina videorolik tayyorlaganmiz. Ushbu videomiz orqali qiziqqan savollaringiz bo'lsa, javob olasiz degan umiddamiz. Bunda o'chog'imizning birinchi qatori, ya'ni noli olinadi va uning ustidan o'chog'imizning kuldon qismi tayyorlanadi. Kuldonning tepasida esa o'chog'imizning ichki qismi tayyorlanadi. Ko'rishingiz mumkin, bu obyektimizda 40 sm ga 60 sm bo'lgan moykamiz, torlashtirilgan rabochiy stol va 80 litrlik va 20 litrlik qozonimiz, keyinchalik 20 ta 22 ta non sig'adigan tandirimiz. Shu o'rinda aytib o'tishimiz muhim bo'lgan jihatlardan biri, tandirimiz qurilgandan keyin uni o'ta baland bo'lmagan olovda 24 soat davomida yaxshilab qizitiladi. Xo'p, bu yerda qilingan ishlar: tandirimiz, ikkita o'chog'imiz, rabochiy stol va moykamiz, qolaversa oyoq tagidagi plitkalarni ham terib berganmiz. Moykalarimiz esa ishga tushirilgan holatda suvlari tortilgan. Ko'rib baho berishingiz mumkin. O'choqlarimizga keladigan bo'lsak, gazga va o'tinga mo'ljallangan, tutuni faqat mo'ridan chiqadigan zamonaviy ko'rinishdagi o'choqlarimiz. Ishimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimiz rivoji uchun like tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz.